Nazar Hoca Abdusamat yüksek istidatga ega olim, talantliq shoir bo'lish sifati bilan Uyg'ur ideologiya va ma'rif tarixida alohida o'rin egallaydi. Uyg'ur yangi ma'rifining taraqqiyoti va zamonaviy Uyg'ur kimligining barpo qilinishida Nazar Hoca Abdusamat Uyg'ur tarixining oltin sahifalariga yezilishga tegishli zo'r tuhfalari bordir. Tarixchi, shoir va jamiyat arbobi bo'lib tanilgan Nazar Hoca Abdusamat 1887-yili hozirgi Olmuta viloyatining Uyg'ur nahiyasiga qarashli G'aljat yezisida dunyoga kelgan. Uning dadisi Abdusamat 19-asrning 2-yarmida Sharqiy Turkistonning Ili viloyatida avj olgan Uyg'urlarning ozodlik qo'zg'olonining aktiv ishtirokchilaridan biri bo'lgan edi. Mustaqil Ili sultonligi Rossiya imperiyasi tarafidan yo'qotilgandan keyin 1890-yillarning boshlarida yuz bergan ko'ch-ko'chda u oilasi bilan Yatsuga ko'chib chiqishga majbur bo'lgan. Nazar Hoca oilasi o'qimishli oila bo'lib, Nazar Hocaning tarbiyasiga alohida ko'ngil bo'lgan. Dadisi Abdusamat uni mollalarga berib o'qitgan. Tarixiy voqealar, hikoyalarni so'zlab berib, Uyg'ur tarixidan xabardor qilgan. O'zlarining yurti haqida so'zlab berib, o'g'lining qalbida ona yurtiga kuchli muhabbat tuyg'usini uyg'otgan. Shunga Nazar Hoca balalik davridan tartibla Sodir Palvon Nuzugum haqidagi qo'shiqlarni yodlab olgan. U maktabga kirib tirishib, rus tilini puxta o'zlashtirib olgan. U Olmutadagi zavod maktabida 1 yilga yaqin o'qigandan keyin bilim tashnoligini texmi qondirish uchun Tataristondagi Qozon universitetiga o'qishga borgan. Keyinroq milliy madaniyat tadqiqoti sohasida ko'zga ko'ringan Radulov, Malovdek olimlar bilan xat aloqasi qilib, Uyg'ur tarixi va madaniyati haqida ko'plagan narsalarni egillagan. Yalqinliq inqilobchi Abdullah Rozbaqiyev bilan cho'nqur do'stlik munosabati o'rnatgan. Ular bir-birini hurmatlagan, qo'llab-quvvatlagan. Tarixchi, shoir va jamiyat arbobi Nazar Hoca Abdusamat 20-asrning 5-ida Uyg'urlar ichida tunji qitim o'ziga Uyg'ur bolasi taxallusini ishlatdi. 1919-yili 2-fevralda Olmutada 9 Uyg'ur yosh tarafidan qurilgan Uyg'ur jamiyati hozirgi zamon Uyg'ur millatining millatparvarligi va milliy kimligining shakllanishida boshlamchilik va asoschilik rolini o'ynadi. Uyg'ur jamiyatining yadrolik a'zolari kommunizm mafkurasiga mansub bo'lsa-mu, biroq ularda milliy ideya yanada ustunlikni egallaydi. Ular milliy manfaat nuqtasidan Uyg'ur milliy kimligini tiklamoqchi va Leninizmning millatlar o'z taqdirini o'zlari belgilash huquqi shuari ostida butun Uyg'ur diyoridagi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zlari belgilash huquqini qo'lga keltirmoqchi bo'lgan. Ularning g'oyasi ozod va sotsialistik Uyg'uriston qurish bo'lib, Rossiya hukmronligi ostidagi G'arbiy Turkistonda va Xitoy militaristleri hukmronligi ostidagi Sharqiy Turkistonda yashayotgan taronchi va olti shaharliklarning birligi va ittifoqligini amalga oshirib, o'zaro ayirmachilikni tugatib, ularni o'rtaq milliy ideya, o'rtaq Uyg'ur milliy kimligi va o'rtaq siyosiy kimlik bayrog'i ostiga tashkillash edi. Sovet hukumatining butun Turkiston ishlariga rahbarlik qiladigan Turkiston komissiyasi Uyg'ur vatanining janubiy va shimolida Qashqariya va Jung'ariya jumhuriyatlarini qurish loyihasini tuzgan edi. Ana shu programmalarning natijasi sifatida 1921-yili 6-oyda Toshkent qurultiyi chaqirilib, Uyg'ur inqilobiy ittifoqi rasmiy qurilib ishga kirishdi. Bu vaqtda Uyg'ur matbuotlarida Uyg'ur milliy ruhi va Uyg'uriston atalg'usi ko'plab targ'ib qilinishga boshladi. Uyg'ur shoirlari, tarixchilari, siyosiyonlari bu atalg'u va mazkur temaga ko'p murojaat qildi. Bo'libmi Nazar Hoca Abdusamat
Abdulhay Muhammadi ve Abdullah Rozbaqiyevning adabiy asarlari, she'rlari va siyosiy maqolalarida Uyg'uriston atalg'usi va ideyasi keng qo'llanildi. Masalan, Abdulhay Muhammadining 1921-yili yozilgan Echilmas ko'nglim va Yosh yurikim nomli she'rlari ham Nazar Xo'ja Abdusamatovning Nuzugum povestida Uyg'ur milliy kimlik ruhi va Uyg'uriston ideyasi alohida gavdalantirildi. 1928-yili Stalin solchil siyosatni yurgizib, zo'r turkumdagi Tatar va Uyg'ur ziyolilarini tutqun qilgan, bostirgan. Shu qatorda Nazar Xo'ja Abdusamatmo yo'qotish nishoniga aylanib qolgan. Uning hayoti tahdidga uchirgan shu paytlarda Abdullah Rozbaqiyevning maxfiy xabar yetkazishi bilan o'zini chetga olgan. Darvaqa u 1929-yili ili tavasiga ko'chib ketib, uzun o'tmay O'zbek va Uyg'urlardan Abdullah Qadiri, Abdullah Rozbaqiyev, Nur İsrail qatorliqlar qattiq bostirilgan. Nazar Xo'ja 1929-yili kuzda xotin bolalarini ilib, Ili viloyatining Jag'astay yezisiga makonlashgan. U yerdimi G'aljat mahallasi degan bir mahalla bo'lib, uningda Oktyabr inqilobi va uningdan keyingi ma'lumotchiliklarda ko'chib ketgan g'aljatliklar, shundaqla Nazar Xo'janing urug' tuqqan tonish bilishlari o'ltiraqlashgan. Jag'astay ma'rif va madaniyatda bir qadar taraqqiy qilgan yezi edi. Bu yerda 1900-yillarda diniy maktablar bor bo'lib, fanniy darslar qo'shimcha o'tiladi. 1910-yildan keyin Qozon universitetini bitirgan Mirza Muallim, Misrdagi Azhar Daril fonini bitirgan Nasuha Damollam, Aysa Damollamlar masjid yeniga fanniy va diniy maktablar qurgan edi. Nazar Xo'ja bu yerda muntizim bir fanniy maktabning yo'qligini nazarda tutib, ma'rifatparvar zotlarning qo'llashi bilan bir fanniy maktab selishni tashabbus qilgan. Natijada 1933-yili birlik maktabi selingan. Nazar Xo'ja bu maktabga iqtisodiy jihatdan yordam berib qolmay, yana Qozon shahridan darsliklarni oldirib bergan. O'quvchilar bir xil maktab formasi kiyib, tantarbiya o'ynashni yo'lga qo'ygan. 1934-yili bir klub selinib, artistlar o'yin qo'yib, yezi xalqining madaniy turmushini jonlantirib, ma'naviyatini beyitgan. Shu mezgillarda bu klubda Xiyoli Tevib, Nuzugum, Farhod Sherin, Namert Bay qatorliq sahna asarlari o'ynalgan. Bularning ichidagi Nuzugum bilan Namert Bayni Nazar Xo'ja yezib bergan. U yana artistlarga ko'plagan naqshi tekstlarini yezib bergan. U maktabdagi bir ommaviy yig'ilishda san'atning roli ustida to'xtalib, xalqning kallasini etishda doğrudanmı ko'ra san'at muhim degan mashhur so'zni qilgan. Sharqiy Turkiston 2-Cumhuriyeti mezgilida Nazar Xo'ja yozgan she'r va maqolalarini Olg'a, İttifoq qatorliq gazet jurnallarga avatib e'lon qildirgan. Xushtirxon nomli dastonni va o'z ko'zi bilan ko'rgan ham anglaganlari asosida Dilmuk teg'i bag'ridagi Uyg'ur yezilari nomli maqolasini yozib chiqqan. 1948-yili va 1949-yillari Sharqiy Turkiston 2-Cumhuriyetining rahbari Ahmadjon Qosimi, G'ani Botur qatorliqlar Nazar Xo'jani yo'qlab chiqib, uning uyida qo'nib, suhbatlarda bo'lgan. Ahmadjon Qosimi kishilarning oldida Nazar Xo'jani ustozim deb hurmatlagan. 1951-yili shoir Alqam Aqtam, yozuvchi Manab Qodiriylar Jag'astay yezisiga yer islohot kadri bo'lib chiqqanda Nazar Xo'ja bilan ko'rishgan, ham uning bir qism qo'lyozmalarini elib ketgan. Bu hurmatga sazovar tarixchi, shoir jamiyat arbobining Yo'riq Sohillar nomli asarlar to'plami bor. Nazar Xo'ja hayotning har xil qismatlarini boshdan kechirib, og'ir zarbalarga uchrab, yashanganda kasalchan bo'lib qolgan bo'lib, 1952-yili kech kuzda kesili qo'zg'alib, to'g'ri unum bermay vafot bo'lgan.
Öz zamanısidagi yangilik tarafdorlarining boshlamchisi. Mushu asrning boshlarida millatimizning taqdiri ustida eng ko'p o'ylangan va azoblangan ziyolilarimizning biri. El jamoat ichida hurmatga sazovar bu ma'rifatchining meyiti birlik mazırga, ya'ni hozirgi Jag'astay yeziliq markaziy boshlang'ich maktabining orqasidagi qabristonlikqa dafn qilingan.